Assalomu alaykum. Muqaddima kitobining mazmunini 10 daqiqada bilib oling. Bu kitobni o'qigan odam 500 yil umr ko'rgan tajribaga ega bo'ladi deb ta'rif berilgan, Yevropaning Yevropa bo'lishiga sababchi bo'lgan Ibn Xaldunning muqaddima kitobi bo'ladi. Muallif Abdurrahmon ibn Muhammad Abu Zayd ibn Xaldun 1322-1406 yashagan musulmon mutafakkirlardan biridir. U Tunisda tug'ilib, Fors davlati, Granada, Tilsimon, Andalus, Misrda yashab ijod etgan. Ushbu kitob muqaddima asarining birinchi qismi hisoblanib, qolgan qism kitoblari hali o'zbek tilida chop etilmagan. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Asarning kelgusi qismlarini ham chiqarishni intizorlik bilan kutamiz. Bu kitobning mazmunini 10 daqiqaga sig'dirish qiyin. Keling, eng muhim va qiziq deb hisoblagan joylaridan so'zlaymiz. Tarix ilmi. Agar tarixchi ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilsa va o'sha tarixiy vaziyatlarning urfiy qonuniyatlari, siyosiy qoidalari, sivilizatsiyasi, tabiati yoki insoniy jamiyat voqeligiga belgilab beruvchi holatlarni bilmasa, hamda uzoq yoki qadimiy ma'lumotlarni yaqin yoki zamonaviy ma'lumotlar bilan taqqoslamasa, u ko'pincha xatolarga yo'liqadi hamda haqiqat yo'lidan og'ib ketadi. Masalan, mashhur tarixchi Mas'udiy Muso alayhissalom urush oldidan qo'shinlarni sanab chiqdi. Unda 600 mingdan ziyod askarlar bor edi degan ma'lumoti mantiqiy haqiqatga yaqin emas, chunki buncha qo'shinni saqlash o'sha paytda imkonsiz bo'lgan va bu asarda isbotlab bergan. Bundan tashqari, tarixiy xabarlarni qanday tekshirish, qanday xatolarni topish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan. Insonni boshqa tirik mavjudotlardan ajratib turadigan xususiyatlari bu: birinchi, tafakkur qobiliyati. Bu orqali turli fanlar va hunarmandchilik vujudga keladi. Ikkinchi, o'z hukmini o'tkazishga bo'lgan ichki turtki, stimul va kuchli hokimiyatga intilish. Uchinchisi, insonning tirikchilik qilishga intilishi va yashash uchun zarur bo'lgan vositalarni qo'lga kiritish uchun qiziqishidir. To'rtinchisi, sivilizatsiya. Odamlar o'zlarining tabiiy ehtiyojlarini qondirish va jamoaviy yashashni ta'minlash uchun shahar va qishloqlarda kun kechirishlari kerak. Sivilizatsiya. Inson siyosiy mavjudotdir. Inson ijtimoiy tashkilotdan, ya'ni madaniylikdan tashqarida yashay olmaydi. Bu esa ayni sivilizatsiya degani. Inson shunday yaratilganki, u faqat oziq-ovqat yordamidagina yashash va mavjud bo'lishi mumkin. Lekin birgina insonning o'ziga kerakli oziq-ovqatni topishi uchun quvvati yetarli emas. Hamkorlik orqali esa bir guruh odamlarning ehtiyojlarini birgalikda qondirilishi mumkin. Xuddi shunday har bir inson o'zini himoya qilish uchun ham boshqalarning yordami va hamkori kerak bo'ladi. Insonning boshqalar bilan hamkorligi mutlaq zaruratdir. Agar hamma bir xil qurollansa, bir xil hamkorlik qilsa, lekin ulardagi tajovuzkorlik degan xislat bir-birlariga nisbatan ziyon yetkazib, ularni bunday o'zaro tajovuzkorlik va zulmdan saqlanish uchun bu ishlardan tiyib turuvchi bir kuchga ham ehtiyoj sezadilar. Bu kuch hokimiyatdir. Ularning o'zlari ichidan saylanib, bu muammoni hal etadilar. Muallif yer yuzini 7 iqlimga bo'ladi. Birinchi iqlim Janubiy Afrika davlatlari bo'lsa, 3-4 iqlimlar Saudiya yarim oroli va O'rta Yer dengizi bo'ylari davlatlari, 6-7 iqlimlar Yevropa va Rossiya davlatlari yerlari hisoblanadi. Bu iqlimning o'z xususiyatlarini birma-bir ta'kidlab o'tadi. Geografik joylar, daryolar, dengizlar, shaharlar va o'lkalar haqida juda aniq va keng ma'lumotlar beradi. Unga ko'ra, Yerning shimoliy cho'ragida janubiy cho'ragiga qaraganda ko'proq sivilizatsiya mavjud. Bunga sabab janubda, ayniqsa Afrika davlatlarida issiqning juda kuchli ekanidir. Bu holatni ham astronomiya orqali isbotlab beradi. Yerning eng ko'p o'zlashtirilgan qismi uning o'rta qismida bo'lib, eng issiq va eng sovuq qismlarda juda kam. Birinchi, ikkinchi iqlimdagi insonlar nega qora tanli? U yerda quyosh bir-biriga juda yaqin vaqtda yiliga 2 marta zenit nuqtada turadi. Haddan tashqari issiqligi tufayli terisi qora rangga kiradi. Shimoliy 6-7 iqlim aholisi terisi oq rangda bo'ladi. Bu kuchli sovuq ta'siri bilan izohlanadi. Sovuqning haddan tashqari kuchli ta'siri tufayli ularning ko'zlari moviy, terisi sepkilli va sochlari sarg'ish bo'ladi. Qora tanlilar haqidagi mantiqsiz afsona Nuh alayhissalomning la'natlangan o'g'li Xomning avlodlari bo'lib, la'nat sababli qora tusga kirib qolishgan degan afsonaning noto'g'ri ekanini isbotlab beradi. Agar oq tanli inson juda ko'p yillar davomida eng issiq tomonlarda yashasa, yillar davomida avlodlariga qora tusga kirish holatlari kuzatilishi mumkin. Qora tanlilar hissiyotga beriluvchan va kuchli hayajonli bo'lishadi. Bunga sabab issiqlik havo va bug'ni kengaytirib, ularning hajmini oshiradi. Xuddi hammomda kayfiyatimiz ko'tarilib, qo'shiq aytishni xohlaganimiz kabi issiqlik ularning ruhlariga kirib, uni qizdiradi va natijada ular xursandchilik his qilishadi. Bunday holat ularning tabiatiga xos bo'lib ketgan. Ular ko'proq hozirni o'ylaydilar. Oziq-ovqatni bir oy yoki bir yilga oldindan zaxiralab qo'yishmaydi, balki ko'pincha bozorga borini olishadi. Sovuq tepalikda yashovchilar esa g'amgin, ma'yus va kelajak uchun ortiqcha tashvish chekadigan ko'rinadi. Oziq-ovqatning ko'pligi, turli xil aynigan, buzuq aralashmalar va ulardan ajrab chiqqan suyuqliklar tanadagi nomutanosiblik, xunuk bir ortiqchalikni keltirib chiqaradi. Undagi yog'ning ko'pligidan qaddi qomatni xunuklashtiradi. Suyuqlik miyaga ko'tarilgan bug'lar bilan ong va fikrlarni egallab oladi. Natijada befahmlilik, e'tiborsizlik va fikrlashdagi tizimsizlik kabi nojo'ya holatlarni keltirib chiqaradi. Ochlikda o'sadigan cho'l hayvonlarining shakli shamoiliga baho bering.
Iqlimi yaxshi, hosil mo'l, chorvalari ko'p bo'lgan mamlakatlar aholisi odatda aql idroki zaifroq odamlar hisoblanadi. Shuning uchun ko'plab shaharliklar ovqatlariga turli qo'shimchalar qo'shib, uni yengil holatga keltiradilar. Natijada shaharliklar tanalari qishloqliklarga qaraganda nozikroq bo'ladi. Agar yaxshi ovqatlanishga o'rgangan aholiga ocharchilik kelsa, ular bunga ko'nikib keta olmaydilar. Tezda nobud bo'lishlari mumkin. Go'sht, yog', suyuq va ziravorlar qattiq quruq taomlar bilan almashtirilsa, ichaklar tezda quriydi va qisqaradi. Natijada tanada tezda kasallik paydo bo'ladi, hattoki o'limga olib kelishi mumkin. O'limning asl sababi ochlik bilan bog'liq emas, balki muttasil davom etgan to'q hayot tarzi natijasidir. Nafs biron narsani odatga aylantirishi mumkin. Ochlik ham bora-bora inson tabiatiga aylanib ketadi. Ochlik insonning ham tanasi va aqliga ijobiy ta'sir qiladi. Bundan tashqari yeydigan taomlarimizga qarab, insonlar xarakteri shakllanadi. Masalan, tuya go'shti va sutini iste'mol qiluvchilar anchayin sabr-toqatli bo'lib, chidamli va og'ir yuklarni ko'tarishga qobiliyatli bo'lishadi. Shu sababli nima taom yeyishimizga e'tibor berishimiz zarur ekan. G'ayb ilmi. Bizga ma'lumki, payg'ambarlar, jumladan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ko'plab g'ayb ilmlari, ya'ni inson ko'zi bilan ko'rish mumkin bo'lmagan yoki kelajakni ko'rish xislatlari bo'lgan. U zotlar vahiy keladigan paytda turli holatlarga tushishgan. Jumladan kuchli terlash, sovqotish, uyqu, qaltirash, joriy holatni unutib sezmaslik, ya'ni boshqa muhitga tushishgan. Vahiy kelishi ba'zan juda qattiq azobli bo'lgan. Ba'zi holatda qo'ng'iroq ovozi kabi kelib tushunib olishga ancha vaqt ketgan. Bora-bora payg'ambarlikning oxirlarida tushunish juda oson bo'lib ketgan. Boshqa kohin yoki shunga o'xshash insonlardan asosiy farqi, payg'ambarlar payg'ambar bo'lmaslaridan oldin ham o'sha xalqning eng yaxshi insoni, yaxshiliklar bilan, pokliklari bilan tanilgan, har qanday gunoh ishlardan xoli insonlar bo'lishgan. Bundan tashqari payg'ambarlarning mo'jizalari ham bo'lgan. Mo'jiza ojiz qoldiruvchi deganidir. Aslida Qur'oni Karim ham mo'jiza hisoblanadi. Mo'jiza payg'ambarlarning qilgan ishi emas, balki Allohning qudrati bilan sodir bo'ladi. Mo'jizalar har doim adashgan yoki chaqirilayotgan ommaga payg'ambarlikni isbotlash, shunga o'xshagan yana karomat keltira olmasliklarini isbotlash uchun bo'ladi. Mo'jiza va sehrning farqi shundaki, mo'jiza faqat yaxshilikni amalga oshiradi, hech qachon yomonlikka olib kelmaydi. Avliyolarning g'ayri tabiiy karomatlari esa mo'jizadan kichikroq bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, payg'ambarlar vahiy holatida turli qattiq azob yoki boshqa muhitga tushib qolishadi, deyildi. Boshqa insonlar ham tabiatdan kelib chiqib, boshqa bir muhitga o'tishlari mumkin. Turli shaffof jismlar, oynalar, hayvon suyaklari, qush va hayvonlarning ovozlari kabi vositalar orqali ulardagi o'zgarishlarni ko'z bilan emas, his bilan sezib, xuddi qo'ng'iroq ovozidagi ba'zi o'zgarishlar yoki bir kichik narsalarni idrok etadilar. Qohinlar doim mukammal amalga oshira olmaydilar, chunki ularga kelayotgan xabarlar shaytondandir. Ular qandaydir belgilar orqali fikr qo'shib so'zlashadi. Ular odatda yolg'on gapirishadi. Ba'zilari mantiqiy aytilgan gaplari rost chiqib qolishi mumkin, lekin ularga ishonish mumkin emas. Lekin aytishadiki, islom kelgandan keyin g'ayb narsani o'g'rincha eshituvchi shaytonlarning yulduzlari bilan poylab urilishi bilan tugatilgan deyishadi. Tush nima? Tunda tana soviydi va ichki issiqlik energiyasi tananing chuqur qismlariga ko'chadi. Shunda ruh sezgilarni tashqariga yo'naltirishni to'xtatib, ichki kuchlarga, ya'ni ruhiy idrokka o'tadi. Bu o'zining haqiqiy ruhiy obrazlarini qayta tiklaydi va tasavvur qilgan tasvirlarni yodda saqlaydi. Odatda bu tasvirlar o'sha insonning oldindan bilgan yoki ko'rgan narsalarga asoslangan bo'ladi. Tush 3 xildir. Allohdan bo'lgan tush, farishtalardan bo'lgan tush va shaytondan bo'lgan tushdir. Allohdan bo'lgan tush ochiq oydin ko'ruvlar, farishtaniki ifodalarga undovchi jarayonlar hamda shayton tarafidan bo'lgan tush alg'ov-dalg'ov tush bo'ladi. Odatda barcha insonlar tush ko'radi, lekin tush uxlash holatida mumkin bo'lsa, boshqa holatda ham bo'lmasligini inkor etib bo'lmaydi. Tushni boshqarib bo'lmaydi, lekin ishtiyoq bilan xohlab uxlansa, o'sha narsani ko'rish ehtimoli oshadi. Ba'zi shunday insonlar borki, kelajak hodisalarni oldindan bilishlari mumkin. Ular ilm yoki yulduzlarga tayanmaydilar, balki bu Alloh yaratgan tug'ma instinktlar bo'ladi. Bunday holatlar jinni odamlarda ham kuzatilishi mumkin. Yoki uyqudagi yoki vafot etgan kishilarda ham o'zlarining ma'lum bir holatda g'aybiy gaplarni aytishi mumkin. Tasavvuf sohiblari ham shunday holatga tushishlari mumkin, lekin ular chin dildan Alloh ishqida shunday holatlarga tushib qolishadi. Masalan, Umar roziyallohu anhu ham Madinada minbarda ekanliklarida boshqa mintaqada turgan Iroqda bo'lgan qo'shinlariga "Ey Sariya, toqqa" deb nido etganlar va ular bu xitobni eshitib, tog' tomon ketishadi. Abu Bakr roziyallohu anhu ham oxirgi farzandlarini qiz farzand ekanligini oldindan bilgan ekanlar. Bu nozik va qiyin bo'lgan masalalarni kitobning o'zidan o'qib olganingiz yaxshiroq. Ba'zi joylarda adashgan bo'lsak, Alloh kechirsin. Biz kitobdan ma'lumot keltirdik xolos. Yana ham yaratgan bilguvchiroqdir. Ko'chmanchilar va o'troqlar haqida. Ko'chmanchilar o'troq aholiga qaraganda ezgulikka yaqinroq bo'lishadi va shahar ahli mol dunyoga muhabbati va har xil lazzatlarga berilib ketishi tufayli ko'plab yomon xulqlarga moyil bo'lib ketadilar. Ko'chmanchilar o'troq aholiga nisbatan shijoatliroq bo'lishadi. O'troq aholi
o'z jonini himoya qilish ishlari hokimlarga tiklagani uchun o'zlari rohat farog'atda yashab, tinchlikda umr kechirishib, harbiylarga ishonib qo'yishadi. Bu holat avloddan avlodga o'tib tabiiy xulq bo'lib qoladi. Ulardan harbiylar ham chiqmaydi. Cho'ri yerlardagi qabilalar faqat jamoatchilikka yashashi mumkin. Shaharlarda esa dushmanchilikni hokimiyat tiyib turadi. Qabilachilik faqatgina bir nasabga mansublikda amalga oshadi. Haqiqiy nasab yaylovlarda kun kechiradigan yovvoyi qabilalar va ularning martabasidagi kishilar orasida bo'ladi. Qabila ustidan hukmronlik boshqa nasabning aralashuvi bilan bo'lmaydi. Hasabning chegarasi 4 ta otadir. Bu degani kuchli otaning nabirasining nabirasi kuchsiz inson bo'lishi ehtimoli katta. Undan keyin avlodlarning kuchli bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Mag'lub bo'lgan xalq g'olib xalqlarga taqlid qiladi. Hatto u xato odat bo'lsa ham. Taqlid kiyim-kechak, madaniy odatlar, uy qurish odatlarda bo'lishi mumkin. Xalq hukmdorning diniga ergashadi degan gapning ma'nosini chuqur tafakkur qilsak, odatda xalq o'z hukmdorlariga taqlid qiladi. Yana bir narsa aholining o'sishi va rivojlanishi nimaga bog'liq? Bu faqat kuchli umid va odamlardagi yashab qolishga bo'lgan intilishga bog'liqdir. Agar umid va rag'batlantiruvchi omillar befarqlik tufayli yo'qolsa va mag'lubiyat ta'sirida birdamlik yo'qolsa, buning natijasida vatandoshlik va birdamlik tushunchalari kamayadi. Bundan tashqari kitobda davlat, podshohlik va sultonlik darajalari hamda bularning barchasida yuz beradigan holatlar, masalan, kuchga faqat birdamlik bilangina erishish, davlat mustahkam bo'lsa, guruh birdamligiga ehtiyoj qolmasligi, qudratli saltanatning asosi din va haq yo'lidagi da'vat ekanligi, davlatning buyukligi uning hududining kengligi va davomiyligi hamda uning asoschilarining ko'pligi va ozligiga bog'liqligi, ko'p qabila va guruhlardan iborat yurtlarda davlat barqaror bo'lmasligi, podshohning tabiati yakkalikni xohlashi, podshohlarning dabdabaga moyilligi, davlatlarning tabiiy umr ko'rishi 120 yil ekanligi, davlatlarning ko'chmanchilikdan madaniy hayot tarziga o'tishi, davlatning farovonligi uning qudratiga qudrat qo'shishi, davlat bosqichlari, uning ishlari va shu kabi davlat boshqaruviga oid ko'p ma'lumotlar, misollar, tavsiyalar keltirilgan. Ushbu videomiz yoqqan bo'lsa, bo'limni boshqalarga ham ulashishni, videomizga like bosishni, yana qanday kitoblar haqida video chiqarishimizni izohlarda yozib qoldiring. Aytgancha, ushbu kitobda yana qanday muhim aytilmagan joylari qolgan bo'lsa, izohda yozing.